Barchaga salom. Sizlar bilan Zahir Masharipov. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan Behayo rohibalar haqidagi filmni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, ushbu videoga atiga 1000 ta like yig'a olsak, keyingi videoyimiz bundanda yaxshi film haqida bo'ladi. Agar filmni to'liq ko'rishni xohlasangiz, videoyimizni tomosha qilgach, video ostidagi Telegram kanalimizga o'tib, filmni tomosha qilishingiz mumkin. Qani unda biz boshladik. Film boshida ikki rohiba yo'qolib qolgan, keyin topilgan eshakka qarab turishganida cherkovning bog'boni ularga salom beradi. Shunda rohibalar unga uyalmaysanmi bizga qaragani deb uni haqoratlashadi. Shundan so'ng Fernando va Jenevra ismli rohibalar o'zlarini kiyimlarini yuvayotgan vaqtda Jenevra Fernandodan Aleksandra nimaga o'zini bunday tutayotgani haqida so'raydi. Fernando esa u hozirda erkaklarni xohlab ersirab turibdi, shuning uchun ham bizga jahl bilan muomala qilyapti deydi. Shundan so'ng bizga Aleksandrani ko'rsatishadi. Qiz nimalarnidir xayol qilib oynaga qarab o'tirardi. Ertasiga 3 ta rohibalar oziq-ovqat olib ketishayotganlarida haligi bog'bon yana ularga yomon qarash qiladi. Shundan so'ng rohibalar bog'bonni adabini berib qo'yishadi, uni haqoratlab kaltaklashadi. Shundan so'ng bizga shoh qasrini ko'rsatishadi. Shoh va qirolicha ovqatlanib o'tirishibdi. Shunda ularning xizmatkori Maseta qirolichaga nazar solgan holda sharbat quyib beradi. Qirolicha ham unga shilqim qarashlar bilan qarab turardi. Keyin esa shu kuni kechasi Maseta va qirolicha tunni birgalikda o'tkazishadi. Ammo kechasi qirol rafiqasining xonasiga kirib keladi. Buni bilgan Maseta oynadan sakrab qochadi. Ertasi kuni qirolicha yana Masetaning yoniga kelib undan bo'sa olib turardi. Ammo bu safar endi ularni tepadan turib qirol kuzatib turardi va Masetani o'ldirishni buyuradi. Ammo u joydan qochib ketishga ulguradi. Yo'lda esa u cherkovni oziq-ovqat bilan ta'minlaydigan odamni uchratadi va darhol u bilan do'stlashib birgalikda anchagina ichimliklar ichishadi. Shunda Maseta unga hayoti davomida faqat ayollar bilan jinsiy aloqa qilganlarini aytib berardi. Ertasi kuni bu odam Masetani rohiba Mariyani oldiga olib keladi. Ushbu yigitni ishga olinglar, u kar va soqov deb o'sha yerga tashlab ketadi. Ertasi kuni Maseta hovlida ish qilib yurganida Fernando unga tashlanadi. Shunda rohiba Mariya kelib qizlarga bu bizning yangi ishchimiz, u kar va soqov deb tanishtiradi. O'sha kuni kechasi Fernando duyonasi Martani chaqiradi. Shu sabab ular birgalikda vino ichib maishat qilishadi. Biroz vaqtdan so'ng ularning safiga Jenevra qo'shiladi. Rohibalar mast bo'lib qolib, ovozlarini boricha qo'shib kuylashardi. Shunda Marta ularga butun hayotimiz davomida hech bo'lmaganida bir marta erkak bilan yotsak edi deb gap boshlaydi. Shunda Jenevra bu juda ham hissiyotli bo'lsa kerak deb qo'shimcha qilib qo'yadi. Keyin ular yotishganida Fernando Jenevraning yoniga kelib, ertalabgacha bir-birlarini o'pishib mazza qilib chiqishadi. Ertasiga esa Aleksandra Masetaning yoniga kelib, unga mehribonchilik qila boshlaydi va o'sha yerda hissiyotlari uyg'onib ketib, Masetadan bo'sa oladi va kiyimlarini yechib o'sha yerning o'zidayoq jinsiy yaqinlikka kirishadilar. Rohibalar kiyimlarini yuvib turganlarida Aleksandra o'zining iflos kiyimlarida juda yaxshi kayfiyatda ularning yoniga boradi. Jenevra va Fernando Aleksandraning kulib turgan yuzidan hayratda qolishadi. Chunki u oxirgi paytlar umuman xursand bo'lmas edi. Birozdan keyin Fernando Marta bilan Masetaning yoniga borib, unga pichoq tirab jinsiy aloqaga kirishib ketishadi. Bir necha daqiqadan keyin rohibalar o'z ishlarini tugatgach tashqariga chiqib ketishadi. Ertasi kuni esa Maseta Aleksandraning xonasiga kirib sho'xlik qilayotgan vaqtda ular yoniga Koreya o'qituvchi kirib keladi. Qiz darhol kiyimlarini kiyib ayolning yoniga o'tiradi. Maseta esa divanning ostiga berkinib oladi. O'sha vaqtda xonaga rohiba Mariya kirib keladi. Ular xonani tekshirib, keyin chiqib ketishadi. O'sha onda Maseta ham kiyimlarini kiygancha xonadan chiqib ketadi. Ertasi kuni Maseta o'z o'rnida uxlab yotganida uning yoniga Jenevra keladi va uning ustiga yotib, u bilan jinsiy aloqaga kirishib ketadi. U o'z ishini tugatib, yigitning ustidan turganida xonaga Aleksandra kirib keladi. Qizlar o'zaro bir-birlari bilan gaplashib turishganida xonaga Fernando kirib keladi va Masetaning qo'lini bog'lab, ko'zlarini ham berkitib, keyin esa uni o'rmonga olib ketishadi. Uning orqasidan Aleksandra va Jenevra poylab boradi. Va ular o'rmonning ichida olov yonayotganini ko'rishib, yaqinroq borib qarashsa, olovning atrofida 20 tacha yalang'och rohiba ayollar Maseta bilan o'z hirslarini qondirishardi. Shunda ularning jahli chiqib, urushishni boshlashadi. Sarosimadan yalang'och qizlar har tomonga qochib ketishadi. Shundan so'ng Maseta rohibalarga aslida u kar va soqov emasligini aytadi. Keyin esa qizlar bu gaplarni u tarqatib yubormasidan yepiskning yoniga kelib, bir-birlarini sirlarini ochib tashlashadi.
va har birimiz Maseta bilan jinsiy aloqa qildik deb tan olishadi. Shunda rohiba Mariya xonasidan yarim yalang'och holda chiqib keladi. Uning orqasidan esa Tamasa ham chiqadi. Bularni qo'lga tushirgan Yepiskiy Tamasani u yerdan haydab yuboradi. Masetani esa zindonga tashlaydi. Shunda Masetani ko'rgani qirol kelib, "Sen meni ko'zimni ochding. Rahmat senga. Ayolim menga vafodor emas ekan. Senga yana bir bor rahmat" deb aytadi. Lekin qilgan ayblaring uchun endi zindonda chiriysan deb qo'shimcha qiladi. Ertasi kuni rohibalar bir-birlari bilan yarashib olishadi va birgalikda Masetaning ozodlikka chiqarish rejasini tuzishadi. Ular toshbaqa ustiga shamni yoqib, qo'riqchilar yoniga qo'yib yuborishadi. Qo'riqchilar toshbaqa bilan ovora bo'lib turgan paytda qizlar Masetani ozod qilib, uni ustiga rohiba kiyimini kiydirib qo'yishadi. Bu vaqt ichida rohiba Mariya eshakni olib chiqib, sevgilisi Tamasa bilan boshi oqqan tomonga qochib ketishadi. Va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, sizlarga ushbu film yoqdimi? Agarda kanalimiz rivojiga ozgina bo'lsa-da o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, unda videoga atiga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.